Assalomu alaykum aziz do'stlar, Bekmamlik kanalimizda ashaddiy muxlislari va bizni yangi tomosha qilib turganlar. Sizlarga hozirda o'zimizda bor telefonlarimizni chislovimiz 1-mart oyini bosh kunida video olyapmiz. Hozirgi mart oyidagi narxlarni bir qator qisqacha video obzorini qilib o'tib ketamiz. Har bir telefonda alohida video, rasm, video ma'lumotlari Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga joylab boramiz muntazam ravishda. Telegram kanalimizga a'zo bo'lib qo'shilishni tavsiya qilamiz. Sababi yangi kelgan tavrlar assig'ida Telegramga joylanadi. Endi YouTube'ga haftada 10 kunda video olishga to'g'ri kelib qolyapti. Kerak bo'lsa 15 kunga ham cho'zilib ketib qolyapti. Har doim aytadigan savolimiz, kim bizni qayerdan tomosha qilyapti, video kommentariyada yozib qo'yinglar. Xursand bo'lib qolamiz do'stlar, bizni shu joyda muxlislarimiz bor ekan deb. Videoni bu yoqda o'zimiz davom etkazamiz. Videoda kamchiliklar bo'lsa endi uzr so'rab qolamiz. Xudo xolasa boshladik bo'lmasam. Xo'p, bo'lmasam boshlaylik do'stlar. Bismillah. Yo'q, o'zimiz davom etkazamiz. Endi bir boshda mana shu yerdan bir boshda berga to'raylik. iPhone Samsung aralash ekan. Poco X3 Pro do'stlar, karotka hujjatlar bor, ravnoy holatda, ayni son xudosi yo'q. 8x56 varianti. Telefonimiz narxini 1.150 ming so'mga qilib beramiz. X3 Pro 256 lik. Bir bosh pulga kirgandan berib ketaveramiz. Endi alohida rasm video ma'lumotlarni aytib o'tganimizdek Telegram kanalimiz orqali olsanglar bo'ladi. Kanalni video kommentariyasiga qo'yib qo'yamiz. iPhone C do'stlar, karotka hujjatlari bor. 83 yo'ngisi, 180 lik, 2022 orqasida chaqnagan joyi bor ekan. Qaydaligini bilmadik, ular strashniy emas. Telefonimiz narxini 1.650 ming so'mga qilib beramiz. iPhone C 2022 bu. Xo'p. Honor X7 modelimiz 6.180 varianti, karotka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. Narxini 1 million so'mga qilib beramiz. Olimjon, bu yaxshimi? Charchamaysiz. Xo'p. Redmi Note 11R modelimiz, karotka hujjatlari yo'q, do'kon tomonidan garantiya beriladi. 6.180 varianti, telefonimiz narxini xo'p 800 ming so'mga qilib beramiz buni. Ustiga iPhone'lar tugatib qo'yaylik. Biroq kelyapsizmi? 63 yo'ngisi, 64 talik xotiraga ega iPhone 12 mini. O'ta ham qulay narxda so'raganlar uchun atigi 1.750 ming so'mga iPhone 12 mini. Xo'p, 1 million so'mga do'stlar, iPhone 8 telefonimiz, batareykasi 164 talik variantda. Karotka hujjatlari yo'q bo'ladi, bular garantiyalanib qilib beramiz. Aksiyani mikro o'tgan. Atigi 1 million so'mga. Bundan buyog'iga yozgi kuniga ixcham, kuchli, yaxshi endi xarakteristikasi yaxshi telefon so'raganlar uchun Samsung Galaxy A41 modelimiz kelgan do'stlar, karotka hujjatlari bor, 464 talik variantda. Qo'lga udobniy, o'ta ham udobniy o'rnaydi. Yozgi kuniga telefon borligi ham bilinmaydi. Xudo'lasa bular narxi 1 million so'mga beramiz. Bu modellardan hozirgi kunda kam. Masalan, ixcham modellar Espartia hisoblanadi, keyin bular chiqqan. Espartialar qimmat, byudjetni narxda so'raganlar uchun A41 modelimizni 1 million so'mga qilib beramiz. Bir boshga ketaveramiz xudo'lasa. X7D modelimiz do'stlar, yangidek holatda. Buni yangisini hozirgi kunda $210 da sotilyapti. $210 sotilyapti. 8x256 variantda. Korobkada akmetlar bor. Bezzaryadchi holatda. 8x256 holatlari o'ta ham ideal holatda. Bu narxini qilamiz, atigi 1.750 ming so'mga qilib beramiz do'stlar. Yangisini olishni o'rniga yangidagini tavsiya qilamiz. Sababi birinchidan arzon olasizlar, ikkinchidan keyingi safar alishtirmoqchi bo'lsanglar ham bundan ham yaxshiroq modeliga arzonroq tushib qoladi. Kamroq ziyon ko'rasizlar, ya'ni. Xo'p, Infinix 30 Pro modelimiz do'stlar, 8x56 full box holatda, bespirovod zaryadga oladi. Stereo kolonka, JBL kolonkalar bilan jihozlangan 8x56. Narxini 1.800 ming so'mga beramiz. 30 Pro bu 30 o'zi bilan alishtirmaysizlar, AMOLED displey hisoblanadi, anchalik kuchli xarakteristiga ega telefon. Redmi Note 12 Pro 8x56 variantda, karotka hujjatlari bor, ravnoy holatda. 1.400 ming so'mga. Xo'p. Samsunglarimizdan ketaveradigan endi metkalab olasizlar, endi iloji boricha o'zlariga yoqqan telefon metka qilib olsanglar, ili Telegram orqali ko'rsanglar, rasm video ma'lumotlarini, xarakteristikasini ko'rishingiz mumkin. A17 5G modelimiz do'stlar. 17lar bilasizlar 4G chiqqan, bunisi 5G chetdan kelgan ekan, 8x56 variantda. Buni yangisi hozirgi kunda 210, adashmasam $220 atrofida sotilyapti va 4G ligi. Bu 5G podдержка qiladi hozirgi kunda. Buni narxini atigi 2.200 ming so'mga qilib beramiz. 8x256 lik ozgina ishlangan 17 5G modelimiz. Va yana ozgina ishlangan holatda A07 telefonimiz kelgan va 6 operatorli, 4 galik bo'ladi, 6 galik bo'ladi. 6.180 variantda, karotka hujjatlari bor, ozgina ishlangan holatda. Narxini 1.250 ming so'mga. Sizlar yangidek holatda Samsung modellar qidirganlar uchun tavsiya qilamiz.
Xo'p, A16 telefonimiz do'stlar, korobka hujjatlari bor, 6,80 variantda. Telefonimiz narxini atigi 1,450 ming so'mga qilib beramiz. Poco arzonroq narxda 5 chipa desh qiladigan yana bitta telefonimiz Poco X5 5 chipalarimiz 6,80 ancha-muncha qatmagan net telefonimiz, korobka hujjatlari ham xudo bor. Xo'p, buni narxini 1,250 ming so'mga qilib beramiz. 13 Pro Plus 5 chimalarimiz o'ta ham qulay bor do'stlar. 12 operatorga 512 talik yarim terabaytli telefonimiz, korobka hujjatlari ham bor. Telefonimiz narxini atigi $200 ga beramiz. 2,400,000 qancha ham bo'lyapti, chemta ham bo'lyapti, boring. 2,400,000 so'mga qilib beramiz. $200 ham bo'lmaydi. 12 ga 512 talik 13 Pro Plus. Note 11S modelimiz do'stlar, korobka hujjatlari bor, stereo kolonka, 8 megapiksel kamera, hozirgi yozgi kuniga qo'lga udobniy o'rnaydi, qatmaydi, netmaydi. Ekranlari ham toza AMOLED displey hisoblanadi. Korobka hujjatlari bor, radni holatda. Buni narxini atigi 1,50 ming so'mga qilib beramiz. Note 11 narxi ham emasmi deyapti. Note 11S bu kuchliroq model. Tecno Spark 20 Pro do'stlar, 8256 variantda. HD ekranlar bilasizlar, anchalik qimmat turadi. Narxiga arziydigan telefon desak bo'laveradi. BMWki birinchi servis garantiyasi bilan chiqqan. Korobka, dakmet, zaryadchi, full box holatda AMOLED displey, stereo kolonka, 8256 variantda qatman net telefonimiz. Bu narxini atigi 1,650 ming so'mga beramiz. Yangisi anchalik qimmat sotilgan telefon. Birinchi marta adashmasam, Honor'da 100 megapiksel kamera bilan chiqqan X8A modelimiz do'stlar. Holatlari yaxshi holatda, korobka hujjatlari bor, 1,50 ming so'mga 6,180 variantda. Arzonroq Honor yaxshi qatmini netmini qidirganlar uchun tavsiya qilamiz. iPhone'larimiz bor ekan, iPhone'larimizni keyingi partiyaga qo'yib yuboramiz, uni Redmi'larimizga o'tiraveramiz. Igravoy telefonlardan do'stlar. Xo'p, Poco X6 Pro 5 modelimiz 12 operatorligi bu, 12 512 talik xotiraga ega. Telefonimiz narxini $210 ga beramiz. Endi 8256 talik bor. Bular ham o'yinda hozirgi kunda adashmasam 120 fps ga chiqib qolibdi. X6 Pro'lar meni ko'tarib qo'ydi deyapti. Xo'p, arzonroq variantdagisi ham bor. 2,200 ming so'mga X6 Pro 5 chi korobka hujjatlari 8256 talik bor. Alohida rasm video ma'lumotlari kerak bo'lsa, albatta Telegramdan yozsanglar, Telegramdan tashlab beramiz. Huawei bu telefon bilgan biladi, bilmaganlar bir qator ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Kamera fon sifatli foydalansanglar bo'laveradi. Dizayni ham o'ta ham chiroyli, qatman netmedi. 8 ga adashmasam 12256 yoki 8256 variantda esimda qolmadi. Xo'p, buni narxini $360 ga beramiz. Huawei Poro 70 modelimiz, korobka hujjat, zaryadchi, chexoligacha bor. Sim kartani shunday solasizlar, bo'ldi, ishlataverasizlar xudo xolasa. Yana kuchli bitta flagman telefonimizdan hisoblangan Xiaomi 11 Ultra do'stlar. Orqada uni o'chiq ekan hozir telefonim, orqada kamera, ekrani ham bor, qo'shimcha ekrani ham bor. Mana shunday videolar qilib, o'zingizlar qanday yaxshi ko'rishda bo'lyapti, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. 120x kamera zoom'i bor, 120 talik. Korobka hujjatlari bor, ravno holatda 8256 variantda. Telefonimiz narxini atigi $320 ga flagman telefon olishlar mumkin. Masalan, buni narxidagi hozirgi yangi chiqqan sotilayotgan Redmi'lardan ko'ra anchalar kuchli telefon hisoblanadi. Yana bitta flagman modelimizdan Xiaomi 13 Pro bu. Xiaomi 13 ni o'zini bilasizlar, aqcham kuchli telefon hisoblanadi. Bu 13 Pro undan-da kuchliroq variantda. 12256 variantda korobka hujjatlari bor, ravno holatda. Ikkalasi ham global versiyada, China versiyasi ham bo'ladi bularni. Global versiyada. Xo'p, buni narxi $355 ga 13 Pro, Xiaomi 13 Pro'sini. 14 Pro Plus 5 chimalarimiz ham arzon narxda do'stlar. 8256 variantda korobka hujjatlari bor, ravno va yaxshi holatda. Buni narxini atigi $245 ga beramiz. Narxiga xudo xolasa arziydi. Yana bitta narxiga arziydigan telefonimiz Xo'p, Note 14S modelimiz do'stlar. 12 operator, 12 ga 512 talik yarim terabaytli korobka, dakmet, zaryadchi, full box holatda. Holatlari ham zo'r holatda xudo xolasa. Ayb soniga garantiya bergan holatda telefonimiz narxini 2 million so'mga qilib beramiz. 2 million so'm. Buni yangisi hozirgi kunda 250 adashmasam $260 atrofida sotiladigan telefon. Xiaomi 12T modelimiz bor do'stlar, 8 ga 180 variantda korobka hujjatlari bor, ravno holatda, ayni son xudolasi yo'q. Narxini 2,300 ming so'mga qilib beramiz. 11 talarimiz do'stlar, Igravoy arzonroq telefon so'raganlar uchun 11 ta modellarimiz bor. 8 ga 180 bez korobka do'kon tomonidan garantiya bilan qo'yamiz. 1,750 ming so'mdan, atigi 1,750 ming so'mdan ham Igravoy, ham ishlatgan, ham kamera uchun tavsiya qilsak bo'laveradi 11 talardan. Xo'p, hozirgi kunda trend chiqqan telefonlarimizdan Honor X9D modellarimiz bunaqangi trenddagi ikki xil sveti, kimga bardoyi, kimga qop qorasi, korobka hujjat, zaryadchilargacha bor. Narxlari
yangidek holatiga qarab narxlari sotilyapti do'stlar. Bularda $270 dan ozgina ishlangan X9D 8 ga 256 variantdagisini qilib beramiz. Note 14 Pro do'stlar, holatlar ideal holatda ekan. 8 ga 256 variantda, korobkadagi zaryadchi full box holatda. Narxini 2.300.000 so'mga qilib beramiz. Xo'p, 13 Prolarimiz do'stlar, 13 Prolarimiz serop bittama-bitta. Aytsak o'zimiz ham adashib ketamiz. Xo'p. Redmi Note 13 Pro modellarimiz do'stlar 1.500.000 so'mdan 2.50.000 so'mgacha bor. 2.50.000 so'mga 512 talik yangidek holatda yarim terabaytligi 1.500.000 so'mdan 256 liklar boshlanadi. Alohida rasm videolarini Telegram orqali olsanglar bo'ladi. 13 Pro'larim hozirda serop yaxshi telefon. 200 megapiksellik kamera, 5100 mAh batareyaga ega, dizaynlari ham o'ta ham chiroyli qilib ishlangan. Xudo xolasa xizmatlar qilamiz, ishlatasiz. Xo'p, Redmi 15C modelimiz do'stlar 6.180 variantda atigi 3 kun yoki 2 kun ishlatilgan ekan. Yangi telefon qanday bo'lsa, o'shanday holatda, korobkadagi zaryadchi holatda. Narxini 1.300.000 so'mga beramiz. Masalan, yangi telefon olmoqchi bo'lganlar uchun yangidek holatdagisini tavsiya qilamiz. Redmi Note 14larimiz do'stlar narxlari 1.500.000 so'm, 1.600.000 so'mga beramiz. 5.5 mAh batareya, orqalari xo'p, matov ishlangan yangi model hisoblanadi. Note 14 telefonlarimiz. Ikkalasi ham 256 variantda 1.500.000, 1.600.000 so'mga. Korobkadagi dokumentlar bor. 0.40 modelimiz do'stlar. Infinix 0.30 ni bilasizlar, ekranlari sinmaydigan chiqqan. Buni ham xuddi o'shanaqa qatmaydi, stereo kolonka, korobka, hujjat, zaryadchigacha bor telefonimizning narxini atigi 1.900.000 so'mga beramiz. Infinix 0.40 modelimiz. Xo'p. Samsunglarimizdan ketaylik endi. Xo'p, Samsung birinchi navbatda balandroq modelimizdan hozirgi video olayotgan telefonimiz ham S24 Plus modelimiz do'stlar. Euro varianti 12 ga 256 varianti, korobka hujjatlari bor. Yevrosini do'stlar $530 beramiz. $540 beramiz. Endi xuddi shuni mana koreyskiy varianti bor. Ham sim karta joyi, ham eSIM joyi imegidan o'tgan holatlar o'ta ham zo'r holatda. Ayni soni yo'q, narxiga e'tibor berasizlar. Attiga $460 ga hop 24 Plus modelimiz do'stlar. Batareyasi ham udar yetadi ekan. Xudo xolasa ishlashlari vobshe chotki. Xo'p. 22 Ultra korobka hujjatlari bor. Oldi kamerasi ozgina changi bor ekan. Shuna hisobga Euro varianti do'stlar. Attiga $380 ga beramiz. 12 256 lik varianti. Xo'p, yana 12 256 lik bo'lgan 22 Ultramiz do'stlar. Mana shu yerda burchagidagina uchgan joyi bor, bo'ldi. Boshqa ayrim xudo xolasa yo'q. $275 ga 12 256 lik S22 Ultra modelimiz do'stlar. Xo'p, 22 Ultralarimiz ham hozirda serop. Buning ichida yevrosi ham bor, koreyskisi ham bor, holatlari har xil. Xullas $275 dan boshlab $380 gacha 512 taligi ham bor. Buning ichida bittasi qorasi ideal holatda mana. 512 taligi ham bor do'stlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarni ishlab turibdi. Bular narxi hozirgi kunda adashmasam 420 450 gacha kelaversa sotilayotgan telefon. Bizda $275 dan boshlab $380 gacha yaxshi holatdagisini olsanglar bo'ladi. Xo'p. 21 Ultra modelimiz bor. Atigi 1.800.000 so'm. Holati kimga qiziq bo'lsa Telegramda yozsanglar, mana shu yerdagina holi bor, shuni hisobiga. Lekin bunga garantiya beriladi. Holda o'zi ham ishlaydi. S21 Plus modellarimiz do'stlar, holatlari ideal, yaxshi holatdagisi ham bor va Euro variantda bittasi koreyskiy atigi 1.800.000 so'mga S21 Plus do'stlar. Holatlar to'liq rabno holatda, ayrim nuqsoni yo'q. Burchakda chaqilgan joyi bor ekan. Xo'p, S21 Plusda Euro varianti, ikkita sim kartalik, atigi 2 million so'mga ham bor. Va holatlar yaxshi holatdagisi, koreyskiy bu ham holatlari ideali $220 ga S21 Plus modellarimiz do'stlar. Hammasining narxlari har xil va ma'lumotlarni olish imkoni Telegram orqali bo'ladi do'stlar. S20 Ultra do'stlar haqiqiy A+ variantda O'zbekistonda ishlanmagan telefon, Koreyadan keyin O'zbekistonda ishlanmagan. Shuni hisobiga A+ variantda telefon yoqmasligi iloji yo'q. 20 Ultra ishqibozlar uchun bemalol tavsiya qilaveramiz. Xudo xolasa %100 yoqadi degan umiddamiz. Sababi o'zimizga ham yoqqan telefon. Narxini atigi $260 ga beramiz. $200 emas, $180 ga S20 Ultra sotilyapti. Faqat holatiga qarab aytib o'tganimizdek, buni holati o'ta ham zo'r holatda. Xudo xolasa olgan odam baraka topib ishlatadigan holatda. S20 Plus modelllarimiz do'stlar, hozirgi kunda holatlari ideal holatda topish qiyin.
koreyskiy variantdagisini $210 bor, $210 qilib beramiz. Bunisi yevro variantda, 8,128 variantda. Bunisi koreyskiy. Ikkalasini ham holatlari ideal holatda, fommoni yo'q, toza telefon. $210 bular ketdi. Xo'p. S21larimiz. S21imiz oqi ham bor edi, oqi qayerda qoldi? Xo'p, S21 5 yillarimiz do'stlar. S21 F modelimiz, ikkita sim kartalik, korobka hujjatlari yo'q. Yevro variantda ikkita sim karta ofitsialni tushadi. Garantiyalarni qilib beramiz. Nega? Xo'p, buni narxini 2,1 million so'mga qilib beramiz. Yevro variantda S21 yevro varianti $210. Holatlari ravli holat, yaxshi holatda. Bunisini ham 2,1 million so'mga qilib beramiz. Koreyskiy variantda. 2,1 million so'm, $175 atrofida bo'ladi yoki bo'lmaydi hozirgi kunda. S22imiz yevro variantda do'stlar, 8256 korobka hujjatlari bor. Bu narxini $270 ga koreyskiy narxida qilib beramiz. Ahcham kuchli xaritasiga telefon so'ragan uchun Note 10 telefonimiz 12 operatorga 256 xotira koreyskiy bitta sim karta tushadi. Imekasi e'tibor beradigan joyi, imekasi ofitsialni o'tgan. Bilasizlar, ko'p pullarda kompyuter o'tadi, rot bo'lib o'tadi. Ba'zi bir davlat ilovalari yoki ba'zi bir ilovalar podishga qilmasin. Bu lekin bemalol suvrostilar bo'ladi. Hamma ilovani xudo xolasa ochib beradi. Ahcham kuchli telefon qidirganlar uchun Samsung Note 10 telefonimiz atigi 1,750 million so'mga. S20 do'stlar, Samsung modellarining eng yaxshi, eng kuchli telefonlardan hisoblangan S25 modelimiz. Bunaqangi chiroyli svetda 12 operatorga 180 xotira koreyskiy bitta sim kartali narxini 2 million so'mga qilib beramiz. S15 chilarimiz do'stlar, 1,7 million so'mga, 1,9 million so'mga, 2 million so'mga bor. Holatlari zo'r holatda, ayni soni yo'q, xudo xolasa garantiyalarni qilib beramiz. S10 Plus modelimiz do'stlar, holatlari juda ham ideal holatda, ayol qizlarimiz uchun podarka qilib bersanglar ham bo'ladi. Kamera sifatida foydalansanglar bo'ladi. Chunki kameraga zo'r oladi. Xudo xolasa apparatdan nima bo'lsa ham ishlashlari yaxshi, zo'r, sho'sli telefon. Narxini 1,9 million so'mga. Koreyskiy bu. Xo'p, endi Note 10 Plus modelimiz do'stlar, buni narxini ham 1,9 million so'mga qilib beramiz. 12 operatorga 256 Note 10 Plus bu. Note 10 dan ko'ra kuchliroq xarakteristiga ega, batareyasi yaxshiroq hisoblangan telefon. A56 5 modelimiz do'stlar, 8256 varianti atiga $265 ga. 8256 e'tibor berasizlar. Xo'p, A17 modelimiz 2 million so'mga, 8 operatorga 256 xotiraga ega. Holatlari o'ta ham zo'r holatda. A26 do'stlar, buni ham holatlari yangidek holatda, 2 million 100 ming so'mga. A26 5 modelimiz 8 ga 180 variantda. A36 5 modelimiz do'stlar, holatlari ideal holatda, ayni soni yo'q. 8 ga 180 variant. Mana shu yerdagina ozgina qirlenchayi bor ekan, shuni hisobiga atiga 1,950 ming so'mga beramiz. Xo'p, keyingi modelimiz ham A36 5 modelimiz. Buni 12 operatorli, 12 ga 256 variantda korobka hujjatlari bor, $240 ga beramiz. A35 5 yangidek holatda, 8 ga 180 variantda korobka hujjatlari bor, 2,200 ming so'mga. 35 5 bu. 34 5 ham bor, 1,900 ming so'mga. Holatlari o'ta ham zo'r holatda, korobka hujjatlari bor. Xo'p. Bunisi A15 modelimiz do'stlar, 8 ga 256 variantda 1,500 ming so'mga. A73 5 modelimiz do'stlar, kuchli telefon bu ham 1,900 ming so'mga. A16 ni 8 ga 256 variant, korobka hujjatlari bor, ideal holatda 2 million so'mga bu ham. Xo'p, A16 8 ga 256 variantda 1,900 ming so'mga ham bor. A16 6 ga 180 variantda 1,500 ming so'mga. A54 bez imekamiz bor. 8 ga 180 variantda adashmasam, bu narxini 1,400 ming so'mga beramiz. Chetga chiqib ketadigan odam olib ishlatsa bo'laveradi. Kelayotib imeka qo'yadigan bo'lsa, ancha arzon narxda tushib qoladi. Xo'p, bu yerda espartiyalarimiz tugadi shekilli. Endi navbatda iPhone'larimizni o'tkazib beramiz. iPhone'larimizdan xo'p, 8 pluslarimiz do'stlar, 8 plus 1,300 ming so'mga, 1,400 ming so'mga bor. 100 ikkalasi ham 64 talik, 256 talik variantda.
Bir boshqa ketaveramiz. iPhone 12 7764 talik oppog'idan holatlari yaxshisidan rabnoydan so'raganlar uchun 230 dollarga. Xo'p, iPhone 11 kelishiga qarab narx aytaveramiz do'stlar. 8264 talik variantda 195 dollarga beramiz. 8264 talik holatlari zo'r holatda. Xo'p, arzonroq narxda ham olib qo'yganmiz. Korobka hujjatlari bor. 100 batareyasi usulini qilib qo'ygan 64 talik. Holatlari zo'r holatda. Ayni soni yo'q. 2 million 200 ming so'mga beramiz. Xo'p, 1 million 900 ming so'mga ham Rabnoy 11imiz bor. 80 yo'ngisi 64 talik variantda. Mana shu yerda ekranida chizig'i bor, mana shunday chizig'i ketgan. Alohida ma'lumotni Telegram orqali olsanglar bo'ladi. Buni atigi 1 million 900 ming so'mga. Batareyasi 80 64 talik variantda. Xo'p, 8 plusimiz faqat Wi-Fi ishlaydigan, ya'ni nimadan yechilgan, iClouddan yechilgani bor. 750 ming so'mga 8 plus bor. Batareyasi 164 talik variantda. XS telefonimiz do'stlar. 1 million 700 ming so'mga 164 talik variantda. 1 million 700 ming so'mga 7164 talik variantda va 1 million 900 ming so'mga 7564 talik variantda. Bu holati eng yaxshisi mana shu 1 million 900 ming so'mga iPhone XS. XS Max'lar bor. Batareyasi 100 usulinli 256 variantda. Face ID'da hamma yo'q bor. Bundan narxini 2 million so'mga qilib beramiz. Xo'p, 84 64 talik variantda. Bunisi rabnoy holatda, holatlari yaxshi. 2 million 100 ming so'mga XS Max'lar bu. Xo'p, XR telefonimiz 91 yo'ngisi 108 talik, holatlari zo'r holatda, 2 million 100 ming so'mga. Xo'p, bu yerda ham har xil yo'ngisi, har xil holatda 108 taligi ham bor. Plus holatlari zo'r holatda. Face ID'si yo'g'i ham bor ekan bu yerda mana. 1 million 900 ming so'mdan boshlab plus 225 dollargacha bu yerdagi iPhone 11larimiz. Xo'p, 11 Pro'larimiz ham bor. 11 Pro'larimizdan sirot. Xo'p, 11 Pro'larimiz bo'lsa 210 dollardan 230 dollargacha korobka hujjatligi ham bor. 177 64, 164, 71 64 va 164. Gold'ning korobka hujjatlari ham bor. Xullas 215 dollardan 230 dollargacha iPhone 11 Pro'lar. Alohida ma'lumotlarni Telegram orqali olsanglar bo'ladi. iPhone 12larimiz 78 128 talik variantda 250 dollarga beramiz. 91 64 talik holatlar o'ta ham zo'r holatda. Buni ham 250 dollarga beramiz. Buni xotirasi balandligi uchun narxi bir xil, buniki yo'ngisilar balandligi uchun. Ikkalasining ham holatlari zo'r holatda bo'lsa. iPhone 12 Pro'larimiz ham o'ta ham qulay narxlarda bor. Xo'p, 80 108 talik bunaqangi chiroyli svetdagisini 300 dollarga beramiz. 76 108 talik variantda qorasi bor. Buni 275 dollarga beramiz va 81 108 taligini 210 dollarga. Xullas 275, 200, 300, 310 dollarga 12 Pro'larimiz. Holatlar rabnoy holatda garantiyalari bilan qilib beramiz. Xo'p, iPhone 14 va 13larimiz endi 13 qilib beramiz. 365 dollarga beramiz. 87 108 variantda. Holatlari o'ta ham zo'r, A+ variantda desak bo'laveradi. Xo'p, iPhone 14 telefonimiz do'stlar 85 yo'ngisi 108 variantda. Buni narxini qilib beramiz. Xo'p, 390 dollarga beramiz. 13 Pro ham bor, qulayroq narxda 89 512 yarim terabaytligini 435 dollarga beramiz. Xo'p, XR telefonimiz 82 64 talik 17 Pro korpusi taqilgan. Buni narxini qilamiz 2 million 100 ming so'mga. Xo'p, 11 Pro Max'larimiz bitta Face ID'si yo'g'i bor, o'zimizga balandroq tushib qolgan. Xo'p, degan arzon narxda qilamiz 210 dollarga 91 256 talik Face ID'si yo'q buni. Xo'p, endi rabnoy holatda ayrim xudosi yo'q ishlash bo'yicha 83 256 variantdagisi ham bor. 11 Pro Max ikkalasi ham. Buni narxini 225 dollarga beramiz. Mana shu yerdagina ozgina chaqnagan joyi bor. Shuni hisobiga arzon narxda, lekin narxiga arziydi xudosi. Bular 11 Max'lar ketdi. 12 Max'da ekranida tepa tomon mana shu yerdagina ozgina dog'i bor. 2 yildan beri mashina ishlanyapti ekan. 245 dollarga 78 yo'ngisi 256 talik 12 Pro Max telefonimizni qilib beramiz. 84 108 variantda rabnoy holatda 12 Max'da 370 dollarga beramiz.
13 Max'imiz ham bor do'stlar. 89 A+ variantda desa bo'laveradi. 89 180 variantda Amerika regionida. Buni narxini $535 beramiz. Yangi telefon olmoqchi bo'lganlar uchun iPhone'dan iPhone 14 telefonimiz kelgan do'stlar. Atigi 9 zaryadka olgan ekan, chetdan olgan ekan, yangi ochgan ekan. Batareyasi 100, 9 sikl bo'lgan, 128 variantda, korobka hujjat kabeligacha bor. Adashmasam eSIM-ni ham imagini o'tkazib qo'ydik. Yangi telefon qanday bo'lsa o'shanday holatda iPhone 14 telefonimiz. Bu narxini $460 ga beramiz. Xo'p, 87 128 variantda iPhone 15 Pro modelimiz rabno holatda, holatlari o'ta ham zo'r holatda. Ham eSIM, ham sim karta joyi imagini o'tgan. $650 ga beramiz. $630 ga iPhone 14 Pro Max 83 yoki 82 256 variantda korobka hujjatlari bor, holatlari zo'r holatda $630 ga. Xo'p, do'stlar, $750 ga 15 Max telefonimiz. Adashmasam 87 yoki 85 86 yoki 87 yoki 256 variantda korobka hujjat kabellari bor. eSIM-gacha imagini o'tgan, adashmasam buni narxini qilib beramiz. Xo'p, $750 ga beramiz ekan buni. iPhone 12 holatlari zo'r holatda 80 yonkisi 64 variantda $250 ga beramiz. iPhone 11larimiz bular Dubai tovar hisoblanadi. Hammasi 80 dan baland yonkisda, korobkalik. Xo'p, 88, 87, 64 talik korobka hujjat kabeligacha bor ba'zilarini, 87, 64 talik variantda. Ular narxini $230 ga beramiz. Dubai versiya bu. Endi iPhone 12 telefonni olib qolganmiz. 94 yonkisda, 128 variantda, holatlari zo'r holatda, korobka hujjatlari bor. Bu narxini $275 ga beramiz. iPhone 12. Holatlari o'ta ham zo'r holatda. Xo'p, iPhone 11 da o'ta ham zo'ridan kelgan, bu to'liq rabno holatda. Yevropa regioni hisoblanadi. 84 128 variantda. Bular Dubai restavratsiya tovar hisoblanadi. Bu region original, ochilmagan, netmagan yangi telefonlardan hisoblanadi. Bu narxini $250 ga beramiz. Narxiga arziydi telefon bo'lsa. Xo'p, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan telefonlar shulardan iborat. Har bir telefonda alohida rasm videosi kerak bo'lsa, Telegram kommentariyaga Telegram kanalimizni joylab o'tamiz. Telegram orqali ko'rsanglar, har bir telefonda rasm, video ma'lumotlari, batafsil ma'lumot bor. Xo'p, hozirroq ketgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Nega? Sizlar kutib